Jonajon Erjonim ishlari sabab biza ko'chyapmiz. Bizada уже ko'chish nastroylari boshlandi. Birinchi bo'lib zallimni bo'shatdim, chunki juda ham ko'p narsam zalda edi. Aynan hozirgi gapimni ko'chgali juda ham yaxshi biladi. Ko'chish juda ham qiyin ekan. Auditoriyam orasida necha marta uydan uyga ko'chganlar bor. Eng qiziq narsani aytaymi? Mana mashi gilamim 4 yil davomida umuman yuvilmagan. Ishoninglar, kelin bo'lib kelibmanki, hali biron marta olib yuvmaganmiz. Nimagaki, zalimizda to'la narsa. Mayli, ko'chayotganimizda shu gilamni yuvishga berar ekanmiz deb Mikliniga yuvishga berib yubordik. Ishonaveringlar, bu gilam 4 yil deganda endi toza havo ko'rib bizga shunaqa rahmat etdi. Mikliniga уже 3-marta berishim, o'shaning uchun ham 4 yillik gilamimni bemalol topshirib yubordim. Mikliningda bundan tashqari yana boshqa xizmatlari ham bor. Xullas, gilamlarimiz yuvilishga ketdi. Endi navbat mebellarga, mebellarni ham strichlab, o'rab, endi ularni ham berib yuboramiz. Sizlar ko'chayotganingizda eng yomon ko'rgan narsangizni nima? Kommentariyada yozib ketinglar. Men uchun ko'chayotgandagi eng qiyin narsa bu bo'sh korobka bilan bo'sh paketlar topish. Ishonaveringlar, yig'gan tergan paketlarim ham yetmadi. Bitta videoga hammasini sig'dira olmadim. Tez orada ko'chishimizning ikkinchi qismini relsimga hamda istoriyamga joylayman. Agar sizga ham qiziq bo'lsa, yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib qo'ying.